Bilganingizdek, men xiropraktika sohasida 30 yil ishlaganman. Shu vaqt ichida amaliyotimdan taxminan 40 mingga yaqin odam o'tgan. Juda ko'p korreksiyalar qilganman. Afsuski, o'sha paytda hozir bilganlarimning ko'pini bilmaganman. Ayniqsa, surunkali siljishlar haqida, xususan bo'yin qismida. Aniqrog'i, birinchi bo'yin umurtqasi atlas haqida. Ba'zi odamlar kelishadi va ularga doimiy ravishda har safar bir xil korreksiya kerak bo'ladi. Ushbu videoda men juda tez uchraydigan qiziqarli holat haqida gapirib beraman. Gap atlas haqida ketadi. Bu nima? Bu birinchi bo'yin umurtqasi. U halqaga o'xshash bo'lib, bevosita kalla suyagi ostida joylashgan. Butun kalla aynan shu bo'yin umurtqasida turadi va bo'yindagi barcha harakatlarning 90% ortig'ini aynan shu umurtqa ta'minlaydi. Shuning uchun, agar bo'yningizni o'ngga yoki chapga burish qiyin bo'lsa, ehtimol muammo birinchi bo'yin umurtqasidadir. Bu umurtqaning o'ziga xosligi shundaki, miya stvoli aynan shu umurtqa orqali va aksis deb ataladigan ikkinchi umurtqa orqali o'tadi. Ya'ni miyaning bir qismi aslida kalla suyagidan tashqarida birinchi va ikkinchi umurtqalar sohasida joylashgan. Agar ular siljigan bo'lsa, miya stvoli bilan bog'liq turli xil muammolar boshlanadi. Nafas olish bilan bog'liq muammolar, bosh og'rig'i, migren, tinnitus, ya'ni quloqlarda shovqin, jag' og'rig'i, bo'yin og'rig'i, orqa og'rig'i va hatto bel sohasidagi og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bularning barchasi bo'yindan kelib chiqadi, chunki hammasi o'zaro bog'langan. Bo'yin va yelkadagi harakatlar juda cheklanadi. Bosh aylanishi, qo'ngil aynishi bo'lishi mumkin. Nafas olish bilan ham muammolar paydo bo'ladi. Nega ekanini birozdan keyin aytaman. Men endigina xiropraktikani o'rganayotgan paytimda ko'plab yangi mutaxassislar nima qilish kerakligini tushunmasdan o'zaro mashq qilishardi va ko'pincha korreksiyani mutlaqo noto'g'ri bajarishardi. Ishoning, men nima haqida gapirayotganimni bilaman. Agar noto'g'ri to'g'rilansa, muammolar bo'ladi. Menga bo'yin noto'g'ri korreksiya qilingan va bu burun bo'shliqlari bilan bog'liq muammoga olib kelgan. Infeksiya yo'q edi, lekin burun shunchalik bitib qolganki, men birinchi yoki ikkinchi umurtqa siljiganda nima bo'lishini juda yaxshi bilaman. Ko'pincha uyqu buziladi, hazm qilish bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Balki kimdir dumg'aza jarohati yoki boshqa bosh jarohatini boshdan kechirgan bo'lishi mumkin. Jarohat tug'ruq vaqtida ham yuzaga kelishi mumkin. Bolani boshidan tortib burab olishadi va bu birinchi bo'yin umurtqasining siljishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, agar siz hech qachon yaxshi xiropraktikada bo'lmagan bo'lsangiz va bo'yin bilan muammo bo'lsa yoki birinchi bo'yin umurtqasida nimadir joyida bo'lmasa, malakali xiropraktik tomonidan qilingan yaxshi korreksiya bu aql bovar qilmas darajada katta yordam. Ammo agar atlas bilan bog'liq surunkali muammo bo'lsa va doimiy korreksiyalar talab qilinsa, demak boshqa muammo ham bor. U asab bilan bog'liq, ya'ni bosh miya stvolidan chiqadigan adashgan nerv bilan. Birinchi bo'yin umurtqasining siljishi adashgan nervga ta'sir qilishi mumkin. Bu nerv miyadan qorin bo'shlig'igacha boradi. Ammo adashgan nerv ikki tomonlama ishlaydi, ya'ni signallar ichaklardan ham miyaga qaytadi. Shuning uchun ichakdagi muammo birinchi bo'yin umurtqasining siqilishiga va hatto siljishiga olib kelishi mumkin. Korreksiyadan keyin o'zingizni yaxshi his qilasiz, lekin ovqatlangandan so'ng hammasi yana avvalgidek bo'lib qolishi mumkin. Adashgan nerv vegetativ asab tizimining bir qismi bo'lib, uning parasimpatik bo'limiga kiradi va u dam olish hamda hazm qilish uchun javob beradi. Men shuni aniqladimki, atlasning surunkali siljishi muammosini hal qilish ovqatlanish ratsionini o'zgartirishdan iborat. Qorin dam bo'lishini yo'qotish, qabziyatni bartaraf etish kerak. Agar ichaklar normal holatda bo'lsa, bo'yin oson harakatlanadi va bo'shashgan bo'ladi. Agar siz mening kanalimda yangi bo'lsangiz va ichak uchun qaysi diyeta foydali ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali o'ting. Ammo umuman olganda, bu video bo'yinning yuqori qismida taranglik bo'lganlar uchun. Asl sabab ichakda. Sizni Sog'lom keta nomli kursimga taklif qilaman. Bu kurs vaznni shunday tashlashni xohlaydiganlar uchunki, keyin u qaytib kelmasin. Kurs davomida yog' yoqishga nima xalaqit berishini va buni sog'liqqa zarar yetkazmasdan qanday tuzatish kerakligini aniq tushuntirib beraman.
Bu kursdan allaqachon yuzlab odamlar o'tgan va juda barqaror natijalarga erishgan. Siz ham qo'shiling.